sifatida yoshlar maskaniga ko'p borib turaman, chunki u yoq bahavo va kursdoshlarimiz bilan birgalikda kitobxonlik to'garaklarini o'tkazamiz. Yaqinda kursdoshlarimiz bilan Ikki eshik orasi romanini birga tahlil qildik. Ko'pincha ustozlarimiz bilan u yoqqa borib tahlillar bo'ladi, ochiq suhbatlar bo'ladi, debatlar bo'lib turadi. Men darsdan bo'sh vaqtlarimda kursdosh o'rtoqlarim bilan yanada mazmunli dam olish uchun yoshlar maskaniga tashrif buyurib turamiz va u yerda ko'plab sport o'yinlari ham tashkil etilgan. Misol tariqasida basketbol, voleybol, badminton o'yinlari o'ynasa bo'ladi va biz aynan voleybol o'ynashga borib turamiz. Bizning sayr qilish uchun ham aynan shu hududni tanlashimizning sababi manzarasi chiroyli, kunduz kuni kabi kechqurunlar ham chiroyli yorug'lik taratib turadi hamda aynan biz uchun, talabalar uchun xavfsiz maskan, sababi har joyda kuzatuv kameralari, shu sababli ham bizga ancha qulayliklar tug'diradi bu hudud.